tarvuz sezon boshlandi. Mana tarvuz xom chiqishini jonimga tegib ketdi, to'g'risi o'rtoqlar. Har xil video qilib chiqaman, ko'ryapsizlarmi? Boshlanishini. Mana. Ketdi. Mana. Xo'p, dardi kimga yetadi, do'konchi mana. Nima qilish kerak? Kimga qanaqasiga video tarvuzni ham gapirtirib ko'ramiz, u qilib ko'ramiz, bu ko'ramiz. O'rtoqlar, bu pishsin. Qanaqa sotadi do'konchi? Buni 50 ming, 60 mingga otgan odam nima qilsin buni? Yeydimi, nima qiladi buni? Rangini qaranglar buni. Mana. Kim olgisi keladi? Tarvuz deganda qip-qizil narsani tasavvur qiladi-da, misol uchun. Mana bitta dona sal yaxshiroq chiqdi, bularning ichida shundan bittasi uringan ekan. Mana ahvol. Nima deb sotamiz buni? Bitta xom chiqqandan keyin qanaqa sotasiz buni pishganni tarvuzni? Mana. Men bu tarvuzdan ajrata olmayman o'rtoqlar. Prosta kecha kelgan tarvuz hammasi shunaqa chiqyapti mana. Hammasi shunaqa chiqyapti.